Mana ham o'zimiz boqayotgan qo'chqor, yozda boqilgan qo'chqorni hozir so'yib, kalkulyatsiyasini qilib ko'ramiz. Mana jo'yvesini ko'rsanglar bo'ladi, kelib ko'rsating. Hop, jo'yvesi 1 kiloda, 100 kilo deylik. Qani yozda yemlangan qo'y necha foiz berar ekan? Mana mana shu. Bismillah, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Qo'chqorni ham shilib chiroyli qilib qo'ydik. Ham bundan osh qilib yesa, Makka demakda tel chiqib, maza qildirib bu qo'chqor. Qaranglar, bosh ko'ta bir xil bu jonivorlar. Dumbasini olib qo'yamiz. Tarozga sig'may qoladi, o'shanga kitish bo'lmasin deb keyin qo'yamiz dumbasini. Mana go'shtini o'zi 48 kilo. Mana ko'rsating. Hop, 48 kilo. Bu yoqda dumbasi, charisi, jigar turibdi. Hozir qo'shib hisoblab olamiz. Charo jigarlarni mana dumbalarni tortib qo'ydik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 16 kilo 200, 48 kilo 200 go'shtni o'zi keladi. Jigarlari ham top-toza, charolari ham hisob-kitobga qaraganda 64% beradi, qo'y. Mana shu qo'chqorimiz. Yozga boqilgan rejimni xudo xolsa 64% yaxshi beradi. Agar qishda bo'lganda 70% gacha beradi mana shu qo'chqorlar. Kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, kevraslar men o'zar go'shtga chiroyli qilib beraman.